打下了金国中都，是成吉思汗的重大胜利，而得到耶律楚材却是他更大的胜利。天下可以马上得之，却不可以马上治之。以儒教治国，以佛教治心，这精辟的建议被成吉思汗接受，可以说是他思想上的一次重大飞跃。而他的目光从中原移向西方，则是他思想上的又一次飞跃。Ulug' imonning homiysi sulton oliylari umrlari uzun bo'lg'ay. Aniqlab chiqdinglarmi o'g'lim? Elimizning chegarasini doim parakanda qiladiganlar kun chiqishga markitlar ekan, ular qayerda ekan? Ha, dada. Qilmagan askariga qolmagan hiliq qarashlar shu ekan. Anglashimcha ularning oqsoqlining ismi Qud bo'lib, yayloqda tenab yurgan Vashmalon ekan. Janob Salg'ullah, amrimga quloq solgaysizlar. Mening tangdoshsiz bahodirlarim, bizning munbat, ovat, go'zal yurtimizni qo'llash uchun sizlarga shundoq farmon beramanki, chegara posillarimizni parakanda qilayotgan markitlarning birini qo'ymay qirib tashlanglar. Ayollar bilan balalarni qolmasin. Ayollar bilan balalarni o'ldiramdik. Bugun nim bo'ldingiz, qadrli sarkardam. U balalar cho'ng bo'lsa, omini bizning dushmanimiz bo'ladi. Ularning ayollarimi ana shu dushmanlarimizni to'xtamay tug'udi. Beja keltiringlar. Xo'p, sulton oili. Kun chiqishdan kelgan el la'nati markitlar ashulami? Shundoq. Tangdoshsiz botur sardorlarim, sultonimizning nomida shundoq amr qilamanki, tog' bordagi markitlarning birini qo'ymay qirib tayli. Olg'a! Olg'a!
Kılıcımız aslındaki düşmandı. Kim kırıp etti? Bizgi tayinlik olcunu bulap ketken kim? Zadi kim? Bedendeki kılıç izinden qaraganda cho'qim bir turkum maharat chiqqan chavandozlar o'ltirayotga o'xshaydi. Biz ko'rib boqma, sirliq ham qo'rqinchli odamlar o'ltirib ketibdi. Sirliq ham qo'rqinchlimikan? Faqat biz keltirgan ajal ham ularning beshik bizning g'azabimiz yaqqan vaqtning o'zida ham qo'rqinchli. Yuringlar, men bilan yuringlar. Mayman ulusunun xanzadisi kuchli Qiton xoni oliylar bilan ko'rishmoqchi ekan. Va chaqirilmagan nam ataqliq bir mehmon keldi-da. Men uni sizga tanishtirib qo'yay. Boshlab kelinglar. Menimcha bu atbaqar xanzadi kuchliga o'xshamadi. Tanrıga qasam qilaman, oliylarni qasdan aldash niyatida emasman. Shug'ulisi Pekir Mo'ng'ullarning qilchi ostidagi o'limdan oraliq qutuldim. Uloq allariga tunji qitib qadam bosqashqa, musha amalni qo'llanishga majbur bo'ldim. Oliylar shafqat iltifot ko'rsatib, mening bu gunohkor ro'yimni qutqizg'ayla. Xanzadam, o'rningizdan turing. Bu mening yolg'iz qizim Malik Qunqu, shafqatkor Budda ibodatxonasida kuchi yondirayotganda sizning kelishgan salobatlik turqingizni ko'rib ekan. Xan atta, buni uyalg'a tekmemisi ba? Kuchlik, tushungansiz. Sizni kuyovim qilib olay deyman. Shaqayn ata, Tanrı guva. Malik Qunqu ilg'ir kunda qolgan chig'imda menga katta iltifot ko'rsatdi. Bundan keyin agar qilch sadoqatsizlik qilsam, Azroil meni do'zaxga mangulik band qilib assin. Bo'ladi. Gapimiz gap bo'lsin. Mening o'g'lim yo'q. Faqat mushu bir yolg'iz qizim bor. Qizim bilan to'y qilgandan keyin siz taxtimning varisi bo'lasiz. Sizning Mo'ng'ullarga bo'lgan qisosingiz biz Qaraqitonlarning qisasi. Biroq faqat bizning Qaraqiton elining kuchiga tayinibla Mo'ng'ullarni yengilib bo'lmaydi. Sizni qo'shni el Xorazmga elchilik evatay. U to'lim qudrat topgan odam intayin ko'p. Sarkard sarvozlar ajoyib botur, sarxil qo'shinga ega bir el. Agar ular bizga hamdamda bo'ladigan bo'lsa, Mo'ng'ullarning ajili to'shidi. Oliylarning qayta hayot ato qilganlarga ko'p rahmat. Xanzod oliylari, xon oliylari sizlarni bak e'tiborladi. Hatto mendak uloqchilarga Sangun degan nomni berdi. Mana shuning uchun u xon bo'lishga loyiq kelmaydi. Nima dedilar? U otamdan o'ta hamoq etgan. Agar men otam Tayanxonni Boldiroq saltanat taxtidan tushirib deb, bu qitimga Mo'ng'ullar bilan bo'lgan urushga o'zim qo'mondonlik qilgan bo'lsam, ehtimol hozir sarson bo'lib yurdig'ini Chingizxon bo'lar edi. Bu qitim qilsa balkim qisas elib, elimni qayta bosh ko'targizadigan eng oxirgi fursat bo'lishi mumkin. Endi o'tgankidek xatolik o'tkazmayman. Ulug' sulton oliylari Qaraqitonlar elchi evatibdi. Men azaldan Qaraqitonlar bilan aloqa qilmayman. Bu elchi Nayman elining odami ekan. Undaqda Naymanlar mening ashaddiy dushmanim. Hammasini haydaydilar. U o'zini Mo'ng'ul Nayman qabilasining xonzodasi deydi. U sulton oliylari bilan Mo'ng'ullarni mag'lub qilish to'g'risida maslahatlashgili kelibdi. Mo'ng'ullar? Qanday Mo'ng'ullar ekan u? Uning deyishicha, markitlarni yo'qotgan xilq sirliq odamlar shular ekan. Undaq o'z talishib o'tirmayli. Darhol barliq sarkardalarga xabar qiling. Ularni kelib anglasin. Kun chiqishdan kelgan bu maxluqlar zodi qandoq nimalar ekan? Ulug' sulton oliylariga kuchli xonzodadan salom. Kuchli xonzoda, Mo'ng'ullar to'g'risidagi hikoyani anglag'im bor. Mo'ng'ullar ochliq yeyishni bilmaydigan, kala, qo'y, hatto so'g'ir go'shtlarini xamiyadigan jaholat qilgan yovaylar. Anglasam, ular ilmlarni halok qilibdimish. Men ulug' sulton bilan shahzoda oliylarga dal mush ishni demoqchi edim. Ularning orasidan Chingizxon deydigan bir dahiy chiqdi. U bayni yalmavuzning o'zi. U osh yovaylarni boshlab butkul yayloqqa o'lim vahimasini paydo qildi. Hozir o kun chiqishdagi yayloqda birdan bir xonlik qurdi. Endi ularning keyingi hujum nishoni kun bitishiga Xorazm bo'ldi ekan. Nimishqa biz ularni rizqiga chiqasamdiq-ku? Chunki u butkul jahonning bo'ysundiruvchisi bo'lmoqchi ekan. Jo'ylibdi. Mana mening sarkard lashkarlarimla yengilmas g'olib qo'shin. Hurmatli sulton oliylari, u oliylarning jahondagi tangdasiz g'olib ekanliklarini anglab, ko'ngli zahotli arom topmay, bu qitim urushni qasdan qo'zg'amoqchi bo'lyapti.
Sen endi o Chingizxon deganning adabini rosa qamlashtirib bermasam bo'lmag'idak. Hurmatli oliylar, agar Mo'ng'ullar hujum qilmoqchi bo'lsa, men alg'inchi bo'lib otilmay. Bundaq bir parcha kelishim tuzdim. Sulton oliylari anglab baqalamikin. Beqing. Naymanlardan Kishixon Xorazm davlatining sultoni Muhammad Shah bilan Qoraqallarni o'rtaq yo'qotish uchun tovandi kishi kelishim qildi. Hurmatli sulton oliylari, agar sizlarning qo'shinlari ko'p etishni Qoraqalton xonligiga hujum qilsa, Kishixon kun chiqishni Qoraqaltonlarga hujum qiladi. Ikki qo'shin Qoraqaltonlar poytaxtida uchrashadi. To'xtab turing. Onunga Mo'ng'ullarni yo'qotish emas, Qoraqaltonlar hujum qilish bitilibdi. Tövende o mazmunmi bor? Men qiziqib kelyapman. O'qiyvering. Agar sulton oliylarining cheriklari avval otlanib, Olmaliq, Qashqar va Udun shaharlarigacha bo'lgan Qoraqalton zaminlarini olsa, bu zaminlar Xorazm davlatiga tava bo'ladi. Agar Kishixon avval g'alaba qozonsa, yuqorqi joylarning hammasi Nayman elining xoni kuchli tava bo'ladi. Mayli kim avval g'alaba qozonishini qat'iy nazar, hammamiz o'rtaq kuch chiqarib, keyingi asosiy dushmanni yo'qotamiz. U bo'lsa-mu, yiliq Yavoyi Mo'ng'ul Chingizxondir. Ata, yana o'lish baqandilar. Hojati yo'q. Bu kelishimni faqat Mo'ng'ullarni yo'qotish uchun tuzyapmiz. Sizlarning va'danglardan yeni berishinglarga hargiz yo'l qo'ymayman. Ulug' sulton janoblarining amri bo'yicha ijray. Ali, uni chiqib ketinglar. Ata, bu kishlik asli Naymanlarning xonzodasi edi. Ili halok bo'lgandan keyin Qoraqaltonlar eliga qechib bordi. Qoraqalton xoni uni kuyovil qildi, lekin u Qoraqalton xoniga sotqilik qilyotdi. Ata, bundaq odamga ishongili bo'lmaydi. Agar foydasini tegadi ekan, uning qanday odam bo'lishi bilan karimiz yo'q. Men uning bir bo'ri ekanligini bilaman. Uning bilan birlashib Mo'ng'ullarni mag'lub qilgandan keyin uni qaysi qapasga solaydiganligimni o'zim bilaman.远方的客人，我们伟大的成吉思汗规定，凡进入我国境内的外国商人，一律发给凭证。不过有好的货物应连同货主一起送到大汗大帐，大汗会高价收买。愿为大汗效劳。哦，看一看，多好的盘子，上面还有印花儿，您买一个吧。伟大的成吉思汗，这种印花布叫什么？叫曾达那赤，是花剌子模国布花拉城一个叫曾达那赤的村子的特产。大汗喜欢吗？不错。这种带织金的缎子什么价钱？每匹才30个金巴力士，便宜吧？把他们3个带到府库去见识见识，然后把他带到金帐见我。是。走吧。走。把他们带进来。带上人。大汗，跪下。大汗，你看见我的府库了？看见了，看见了。你看我还缺点什么呀？应有尽有，应有尽有。哼，你竟敢用高出10倍、20倍的价钱欺骗本汗！我小人该死，我该死。来呀，把他的货物全部没收，交给段事官胡丞相作为赃物分配。把这头爱撒谎的驴子给抓起来。是啊，走。大汗，大汗，你的货物什么价钱呢？
我们奉花剌子模伟大的苏丹之命，是将货物奉献给大汗您的。你很会说话呀！你叫什么名字啊？我叫穆罕默德。穆罕默德，你不远万里来到我国通商，是一件好事，我不会让你受损失的。起来吧。每匹织金料子给你一个金巴利什，每匹印花棉布给你一个银巴利什。不，我们即使有胆量吃一只活的四脚蛇，也不敢收大汗您10倍的高价。这是鼓励你们常来常往嘛。把这位爱说谎的朋友放了吧。你的货物也按同等价格收买。大汗宽仁大度，就像最后的海洋一般，有广阔的襟怀。最后的海洋，那是什么？就是花剌子模北面浩瀚的哈扎尔海呀。我只知道有东海、北海和南海，还不知道西边的陆地也靠着大海。除了他说的哈扎尔海，西方还有大西洋，那更是无边无沿。我多想去看看西边的大海呀！大汗如果有兴致，小人愿意为大汗做前导。好吧，以后再说。塔塔统啊，把在蒙古通商的凭证发给他们。是。这是你们通商的凭证。谢谢伟大的成吉思汗。谢谢。好了，你们可以走了。伟大的成吉思汗，我愿意做您的臣民，您答应吗？当然可以，你还可以留你的胡子，念你的可兰经嘛。谢谢大汗。Köyümcan oğlum, sadakasız Harazim Sultanı bizge qo'shin tatibdi. Qisasınızı aladigan ishni hozircha qo'yib turib, avval kun ketishdiki bu kuchli dushmanga qarshi turishga to'g'ri kelyapti. Butun elning qo'shinini sizning qo'mondonligingizga o'tkazib berman. Xo'p, xon ota. Qariqdan sarkardalari saminglarda bo'lsin. Kuchlik sizlarning sarkardanlar bo'ladi. Sizlar uningga menga itoat qilgandek itoat qilinglar. Tushundinglarmi? Tushundik. Yaxshi, ijozat. Xo'p. To'qtuğanın oğullarının hemisi öldürüp ettin mi? Şundak, hemmisini öldürüp ettim. En küçük oğlu da kaldı. Nişka? Tanata, onu ben öldürgizmedim. Nima için? O 100 kademde terekini teşvik edirken, atkanlık oku diken yerge tegerken, onun üstüne kendi atkan okunu, aldı da atkan okunun destisiga tekkizip, işkin okunu bir çağda kargı tekkizerlerken, mergenliğini görüp onu öldürgizmedim. Ondaqda eğer o xalasa, kendi atkan okunu, aldı da atkan okunu destisiga tekkizip, işkin okunu yürgündün ötküzüvesin, dep sende. Düşmanның urug'ini hergiz qaldırg'il bo'lmaydi. Darhol uni o'ldirib. Xo'p, xon ota. Elaqa Naymanlarning xonzodasi kuchlikchi. Biz markitlarni qo'g'lab yetish vaqticha u oz bir qism qavmlari bilan Qoraqo'ton eliga qochib ketdi. Jin qaynoq deyishcha, Qoraqo'tonlar xilil jiroqda Xorazmni yenadi ekan. U yerga berish uchun bir yil ketadi ekan. To'mirtalganni qo'shinim bilan yana bir berib kelaymi? Undan so'ng qaytib berib aramag'in. Bu sharaf vazifani Jaba bilan Goboyiga o'tinibdi. Ma'qul. Jaba, Goboyi solg'in. Kelajakda oltin xonlarni butun eli va qo'shinlar bo'yicha mag'lub qilishim uchun menga xotirjam yotadigan joy kerak. Shunga kuchni cho'qim yo'qotish kerak. Xon ota, orada hech kim qolmabdi. Nima? Sen
Mening kuchliga qili, kuchlikni aketdi. Kelinglar, kelinglar. Janoblari, kuchlik bu. Kuchlik bo'lsa tasir qildi. Kuchlik va jafo qilib shafoatchimizga ziyonkashlik qilmang. Malika, men Tangriga qasam qilgan. Men sizga qil sadoqatsizlik qilmayman. Siz hozir xotin bo'ldingiz. Xonni qanday qilmoqchisiz? Ana xotirjam bo'lsa, u xonlik taxtini menga bersa, men cho'qim uni shonisha qilib, uningga o'z otamdek muomala qilaman. Bo'ldi, taxtni beray, taxtni beray. Qaraqitan saltanat taxtiga men varislik qilaman. Vazir janoblari, Ayg'oqchining deyishicha, kuchlik Qaraqitonlarning saltanat taxtini egallab, Qaraqiton eriga yenidan xon bo'libdi. Ondaqda Olmaliqdan Xotan, o'd kentlargacha bo'lgan joylar kuchlik tayyorlab ketibdi-da. Qarag'anda natijasi qaytilgan o'xshaymiz. Yo'q. Xorazmda hech kim bunday ahmoq qilib boqmagan. Shahzoda Jalolda uni bilan korimiz bo'lmasin. Biz avval bu shaharni olaylik, u bizning. qo'shinlari Qaraqiton tavasiga bosib kelgan janglar Jalmi bilan Do'dovining qo'shinlari Qaraqiton elining yana bir tarafidan ularning chegara shahriga bosib kirgan. Moğollar Irak yoldan kendisiyle yeri bacaldın gitti. Kokudaki yeri kalmadı. Dakikaten kaysınlar berdaşlık besanlarla. Ben çokum kanun tutmanlarını mağlup kılıp inan belgisinden. Moğol ezmetleri cesaret bilen alga! Uzun sakal, kitapni yaxshi o'qigandek otni yaxshi bilamaydi ekansiz. Keyinchi janggohlarda erishib qolsak, meni bu navram Moqa to'g'onga yetishmaydigan o'xshamamsiz, ha? Meni vajda meni janggohga otlantirmoqchi bo'lib qoldilar. Nima? Bu nima deganlari? Sizlar janggohlarga kirib boqmay, mushundaqla qechib yurmoqchimi? Albatta qochaman. Agar qochmasam, botirligimni qandoq ko'rsataman, ha? Aslida yo'lliq apandi qo'rqinchoq keldi-da. Aplab-saplab jon boqadiganlar qo'rqinchoq keladi. Men qadrsiz o'lib ketishni xohlamayman. Meningcha yo'lliq Chusa apandining degani to'g'ri. Nemiz to'g'ri, jinini oyab o'limdan qo'rqishnimi to'g'ri demsan? Ata, meningcha bu yo'lliq Chusa apandining degani to'g'ri. Ha? Moqa to'g'on, dadangga qarshi turgandek bo'ldingmi? Bova, men sening fikringni quvvatlayapman. Shundaqmi? Dapaqa, mening fikrim qandoq ekan?
Sizlar yo'lliq Chusay apanini kalasidagi bilimdan foydalanish uchun taklif qilgan. Uning kalası bir yo'lda ilinib ketsa, afsuslanmamdilar. O'g'illarim orasida meni bak tushundig'ini o'g'day. Nevarlarim ichida meni bak tushundig'ini mo'qa to'g'an. Esonadi bo'lsin, mening qo'mondonligimdagi ulug' qo'shinchilar jinini oyab o'limdan qo'rqib qochdiganlarni kalasi elindi. Faqat bir odam bundan mustasno. Yo'lliq Chusay hayoti Azrailning changiliga tushmay deganda har qachon qasd bo'laverdi. Ulug' qog'onga rahmat. Men uchun Mo'ng'ullarning ko'kranga amroq keldiganligini bilamsiz. Chunki osmon ko'p bo'ladi. O'ttir tuzlarlikning osmoni buncha ko'k emas. Boshqa joylarning osmoni qanchalik bo'lmoqchi. Yana haliqi oxirgi dengizning osmoni mushundoq ko'kmidi. Ulug' qog'onim, biz Xorazmga bir elchilar uyiga avatib, ular bilan do'stona ittifoq tuzaylik. Shunda qilsak keyin o'tir tuzanlikni oladigan chog'da Tang'ut yoki Qaraqitallardan ansirmaymiz. Gapimiz yo'lliq. Yayloqning osmoni garchi ko'k bo'lgani bilan boylik va mahsulotlari nihoyat kam bo'ladi. Biz bir karvon avatib, o'tir tuzanlikdan bulab kelgan mol dunyolarni Xorazmga avatib, elimizga ehtiyojli bo'lgan kiyim-kechak va rahlarga almashtirib kelaylik. Qandaq uning kallasiga kelgan bir xiyol, bir tumanchilikning hujumida kuchlikan. Men Xorazmga darhol karvon avatib, Kunpetishdagi bu cho'ng davlatning sultoni bilan tanishib qo'yay. Bundan keyin bu sulton bilan do'stlar bodikallik qila olaymizmi yo'q, ko'rib boqmaymizmi? Yaxshi. Bu bir yaxshi ishga. Biz bu tijorat qilib boqmaymizmi? Ha? Ulug' qog'on, avval Xorazmga bir elchi avatib o'qish boqmaydimi? Ular u yoqdan xabar kelsa, ondan karvonlar yo'liga chiqsa deyman. Hacet yok. Evet kirimiz karvan. Çelik emez. Sen bir soğudigar. Soğuduk dair işle sana havale emse ha? Ulug' qog'onning xizmatidagi qo'lim ko'ksimda. Doday. Sen biz Mo'ng'ullarning turmuş soğudigiri bo'lding. Bundan keyin urush qilib tayinib boylik ko'paytsak yoki boshqa el karvonlari etkagan narsalarni tayinib kun kechirsak bo'lmaydi. Yo'lliq Chusay degandek boshqa davlatlar bilan savdo aloqasi qilaylik. Ha? Bu ulug' ish senden başlansın. Ulug' qog'onning atvalig'iga qashqalla. Mağremse yo'lga chiqala. Doday, Mushqun barxandan o'saklar o'tiran shahriga boramiz. Ha. Tova, ko'k tangrim. Oxiri sud seti qildigan joyga yetib keldik-da. Shundaq.
这是一个俄罗斯人，高高骆驼，壮士蛮牛，还会铁匠、木匠、手艺，还会种地。开盘价才5个黑土地霍尔木。哦，看呐看呐，5个黑土地。Ey Skattiken, bu Xorazmning sultonimi? Yo'q, bu shaharning hokim amri Tohir xon. Mundaqda. U hozir o'zini qaltishlaydigan odam. Tonishamsizlar? Yoshlarimiz bir-birimizning keyinda soy tekshirishdik. Biroq o'choqlarda u doim do'konimga kelib mayishchatdi. Keyin sultonning hamamisiga qiymijiyan bo'lib qolaverdi. Bugünkidek shuhratga erishib chaqmoqdan o't chiqardi ekansiz. Egiz o'zimizning bo'lgan lekin og'zimizga kelgani darsiz. Ishonmamsiz? Qarab turing ha. Hey, Qadinas birodar. Assalomu alaykum. Sizlar sarkarni chaqishib ketaman kim u? Qamchiga keldimi, ha? Men degan Esilzodi Mo'tivar. Sarkardonlarning og'inisi bo'laman. Qamchingizni qulchakarlaringizga saqlab qo'yg'aysiz. Sarkardimiz manzaralarni ko'rib boqmoqchi ekan. Qandaqkan? To'dangiz Mena deganim to'g'rimi ekan? Sen turib cho'qim mollarimizni emas qimmat bahada sota olamiz. Chingizxonning sizni bog'lab uzganini unutib qoldingizmi? Qalami qatsizmi? Sodini odil qilmasak bo'lmaydi. Chaqchaqning Zot muborakning nomi bilan duo qilsangiz-chi. Bunga chaqchaq. Tova, Moğollarning mo'mushundaq nafs hunar, qimmatbaho javohiratlar bor ekan. Bularning hammasi Jurjitxonning dargohidan o'ljirilgan narsalar. Zotli o'ylamabdiman. Darvaqa mushu shaharni tamoman sizlarga bersam-mu, bu mollar bilan javohiratlarning bosiga chiqish kerak. U mollarimizni maqtayotdi. 你这个印度人怎么又成了蒙古商队的人了？哎呀，这酒真好。印度到中国太远了，花剌子模的关税又太高了。Chingizxon degan jahondagi eng ulug' hukmron. Butun iqlimdagi qobil donishmandlar uning xizmatida bo'lishni xohlaydi. Ya'ni yolg'on aytyapsiz. Yo'qsa. Hargizmi yolg'on aytayotganim yo'q. Esingizda bo'lsin. Faqat bizning sulton olimlarimizla, bizning mushu ziminimizla madilashga eng arziydi. Birodar, menimcha siz burungi saltanatlarga nasib yuribsiz. Mo'g'ullarning qanchalik qudratli ekanligini bilmaydi ekansiz. Men yerim jahonni kezgan odam. Shuni deb qo'yayki, hech kim Chingizxonga tenglanmaydi. Choy ichaylik. 这酒可真不错，比蒙古人的马奶酒强多了。Men sultanımızmı tenkilemem. Ne dediniz? Siz Chingizxonga hech kim tenkilenmeydi o devatsız o. Samanızda bo'lsin. Quruq qo'l berib yo'lvasning tishiga tegsangiz deginki, hargizmi Chingizxonning tishiga tegmang. Shundaqmi? Agar yo'lvasning tishiga tegsangiz, yem bo'ladigan faqat o'zingiz. Ammo Chingizxonning tishiga tegsangiz, tugishadigan yolg'iz sizlar bo'lmaysiz. 真的吗？你惹了老虎被吃掉的是你自己，你惹了成吉思汗，整个花剌子模都会被吃。Aldı bilen sizni, hem şu cavahiratlarınızı yemezsem-çu. Nima? Birodar, bana çaqchaq qilib o'tmaydigansiz. Bu adam bilen Moğol savdogarlarning hammasini tutib, mol-mulklarini musodir qilala, jakar chiqirala. Men o 500 Moğol ayg'oqchisining kallasini olaman. Yo'q, unda qilma, Qohirxon. Rahim qiling, bir qo'shiq qiling deb ketchang. Rahim qiling. 饶命啊！饶命啊！ Hey!
公元1217年发生在花剌子模重镇厄达拉城的这一事件，连贪婪的厄达拉城主海尔汗在贪图这地不义之财的时候，也没有料到他将会给花剌子模国和欧洲带来什么样的灾难。是啊，即使是当今世界的国与国的交往之中，谋术。Söyledi. Benim o kalmadı. Şehir emri Kahirhan ulanı meydanı söyletip çıkargızdı. Ondan Mongolların ayak istep yakalap birbirlep kallısını ağızdı. Eringan kallını cemaati sazayı kudurdu. Bek içinisi. Hakikaten bek içini sıkışıp oldu. To'xtamay oqadigan o'g'ling daryosi, un-tun surmaydigan Burhan tog'guva. Ular odamlarimni begunoh o'ltirib yutibdi. Bu yig'iliq paydo qiluvchining qilichi janggoh sharaf bilan shuhrat qozonmay, aksincha qo'lida to'mirni pojisimi yo'q 499 savdogarning kallasini oldi. Qalbimdagi hasrat va nafratni bosolmayapman. Ko'k tog'im, qisos erishimga kuch-quvvat ato qilg'aysan. Köktanariga tilovat qilayotqilay 3 kecha kunduz bo'ldi. Geldim. Ulardan qonunni topshirib berishini talab qilib, elchi ematman. Men ularni so'li tijoratga ematgan tursam, nima ish qildi qiladi? Qotilni cho'qim jazolamay qo'ymayman. Qotilga gap ketmaydi. Buni qilishni tushuntirish kerak. Qo'shin tortib qotilni jazolaydi. Sizlar ununsizmi? Ziyon ko'p qon to'kdilar. Agar ular gunohini to'lib to'g'ri qilmasa, mening va qarindoshlarimning, yot urug' qarindoshlarimning
Oğullarım bilen nevlerimin kalları sizlerden kınımla bilen ten akkay. Bu onun nemi kırgını? Numussuz bulancının özken o. Onun öldürgünü Moğollarının 500 aygakçısı iken. Onun tapkan gibi. Muysaqılım bilen qasam qilman ki aqli balıki adam mal dünyada cinin tikilgan bu saxtipazga bir qo'yinmi boqqizmaydi. Uning O'tiran shahrining amir bo'lishga nima layoqti ba? U urushda to'p ko'rsatgan tursa, lekin bu qatim cho'ng'una o'tkazdi. U deydi-ku, uning o'ltirgani Mo'g'ullarning 500 ayg'oqchisi. Uni elib to'la. Ayg'oqchi bo'lgan holatimi 500 odamni nima so'ra qilmay sulton oliylaridan maslahatmay o'ldirib Maslahat ilishqa ulgurmagandi. O yat annan beguna 500 soldirini öldürüyüptü. Her kanda gurur ba devlet bunu sevir kıtıramaydı. Biz derhal adam evet hep ular ahvalını düşendireyle. Nimişka? Çingiz Han'ın korkusunun acıtı yok. Korkuvatkanım yok. Ben unç korkumçak emez. Lakin yolsuzluk, batırlık hesaplanmaydı. Ulu sultan alileri, valide buzurkvarımız sını çakırmadıdı. Uxtum. Bu da müşe geçip olsun. Buzurkandan bilen körüşüp çıkkandan keyin bu işte kandak bir taraf kılıç doğruluk meseleti şeyle, ha?